Assalomu alaykum hurmatli ilm ahli. Bugungi videomizda Toshkent shahridan chiqariladigan maishiy chiqindilarni olib kelib to'kiladigan, yoqiladigan va ko'miladigan hudud, ya'ni maishiy chiqindixona Ohangaron tumanida joylashgan. 64 gektarda joylashgan bu. Butun Toshkent shahridan chiqadigan chiqindi shu yerga chiqariladi. To'g'rida damba turibdi. Damba bo'lib, o'sha dambani orasidan musullar to'kilgan chiqindilar. Bu yoqiladi. Yoqilgandan keyin asal pasayadi, kulga aylanadi. Kulgandan keyin ustiga shunday tuproq to'kiladi. O'sha ko'miladi. O'sha damba bo'lib turganidan tagida maishiy chiqindidan qolgan qoldiqlar, kullar bor. Endi shu maishiy chiqindixonani ta'sirini, atrof-muhitga ta'siri, o'simlik dunyosiga, tuproq qoplamiga ta'sirini o'rganish uchun bugun kichik ilmiy ekspeditsiya tashkil qildik. Hozir navbatdagi kesmamizni qazyapmiz. Navbatdagi kesmamiz 2200 metr uzoqlikda kesma qazilyapti. Shu maishiy chiqindixonada chiqqan tutunlar bilan kelgan organik ifloslovchilar, og'ir metallar va boshqa ifloslovchilar tuproqni qaysi qatlamagacha migratsiya bo'lgan yoki akkumulyatsiya bo'lgan, shularni o'rganish uchun keldik. Endi bu atrofda maishiy chiqindixonani atrofida bir qator qishloq xo'jaligi ekinlari ekiladi. Bular lalmi yerlar, sug'orilmaydi. Demakki, hozir mana 3-may bo'ladigan bo'lsa, 2025-yil bu yerda to'g'rida ekilgan ekinlar, bu no'xat ekilgan, yaxshi unib o'syapti. Keyin bu yerda mana bug'doy ko'rib turibsizlar, bug'doy ekilgan. Bu tomonlarda ham bug'doylar ekilgan. Va deylik, ayrim joylarda kungaboqar o'simlik ekilgan. Demak, bu yerlardagi ifloslanishlarni tuproqqa tushishi, o'simlikka o'tishi, o'simliklarda turli organlarda, ildizlarda, mevalarda, foyalarda to'planishi va ularni oziqa zanjiriga o'tishni ham o'rganish tadqiqotlarimiz rejalashtirilgan. Shuning uchun bugun endi o'simliklardan atrofidagi oqib turgan kollektor drenajlardagi suvlardan olish, tuproq namunini olish rejalashtirilgan, shularni olyapmiz. Bir qismimiz yoshlarimiz, tadqiqotchilarimiz ular yoqda bur bilan tuproq namunini olib yurishibdi. Mikrobiologik analizlarga, fermentlar aniqlash uchun namunani olishyapti. Biz tuproqni to'liq kimyoviy fizika xossasini aniqlash uchun bu yerga kesmani hozir qazyapmiz. Albatta natijalarimiz bilan keyingi sahifalarimizni tanishtirib boramiz sizlarga.